Yozni g'amini qishdaye, qishni g'amini yozdaye deganlaridek, Ma'murjon akamiz oldiga kelganmiz. Andijon pechkasini quryapti ekan akalarimiz. Xudo xolasa, aka bu Andijon pechkamizni qanaqa xususiyatlari bor, qanaqa qulaylik, qancha rasxod ketadi, batafsil ma'lumot bersangiz aka. Pechkamiz devor o'rtasiga o'rnaydi. Bitta pechka bilan ikkita xonani bemalol isitsa bo'ladi. Buni qulaylik tomonlari aka, qishda masalan, bilsangiz oddiy pechkalarda pataloylar qorayib ketadi, tutaydi. Bunda bo'lsa umuman eshigini ochib qo'ysangiz ham hech qanaqa tutun chiqarmaydi. Uyingiz remont bo'lmaydi aka. Pechkaga zakaz beradigan bo'lsa, biz mana shunaqa chiroyli oblisovka g'isht olib kelamiz o'zimiz. Mana shunaqa garantiyasi bor pechkani olib kelamiz, chiroyli qilib uстановка qilib beramiz. Rasxodga keladigan bo'lsa, aka, rasxodi bir kunga, bir sutkaga 14 kilo, 15 kilo ko'mir rasxod qiladi aka. Xudo xolasa, oyiga o'rtacha 450-500 kilo rasxod qilar ekan. Oyiga o'rtacha 450-500 kilo rasxod qilsa, oyiga 500 ming so'm rasxod degan u degan, ha aka? Ikkita xonangiz bemalol isiydi. 60 kvadratgacha. Bitta xonangiz o'rniga ikkita xona bemalol isiydigan pechkani o'zingizlar chiroyli holatda O'zbekiston bo'ylab ham o'rnatib beraverasizlar, aka? O'zbekiston bo'ylab ham o'rnatib beramiz, xudo xolasa, chetga ham olib chiqaramiz. Ma'murjon aka, bu Andijon pechkamizni katta yo'ldan ham oz rasxod qiladi deyapsiz. Albatta. Bu o'zimizni Jaydaricha xalqqa ko'rsatsangiz aka, o'zimizni Jaydari xalq qanaqa qilib ishlatadi buni? Ishlatishlarni ko'rsatib bering aka. Aka, bu katta yo'ldan arzon tushishining sababi bu pechkani ichida oborotlari bor. Aylanib tutun chiqadigan oboroti bor. Har bitta oborotiga bittadan manaqa duxovka qilingan. Oldiga bitta, orqaga bittadan duxovka qilingan oborotlariga. Tagida aytishchi. Bu tagida o't solamiz aka. Bu o't solinadi. Quyqum ko'mirmi, yirik ko'mirmi, o'zimiz oddiy Jaydari pechkalarga qanaqa yoqilg'i solinadigan bo'lsa, bunga ham solinaveradi. Quyqum ham, o'tin ham, ko'mir ham, mana gaz tushadigan joylari ham bor. Gaz bor joylarga gazni yoqsa bo'laveradi. Ma'murjon aka, gap bo'lish mumkin emas. Bunaqa pechkalarni to'g'risi qurish har kimga ham emas. Ko'pchilik usta bilmaydi, lekin aka, ustakalarimiz bilan bog'lanish uchun quyidagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Akalarimiz vodiy, voha, butun O'zbekiston bo'ylab ham xizmat ko'rsatishar ekan. Bemalol aloqaga chiqsanglar, meni nomimdan chiqadigan bo'lsanglar, cho'tki qilib skidkalar bilan qilib berishadi. Salomat bo'linglar.